Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Isroil iqtisodiyoti inqirozga yuz tutdi. Tramp Eron neftini nazoratga olish rejasi borligini ma'lum qildi. Eron dushman davlatlar rasmiylarining qarorgohlarini qonuniy nishon deb e'lon qildi. Rossiyada yangi safarbarlik to'lqini boshlanishi mumkin. Katta yo'qotish: Eron $500 million AQSh samolyotini yo'q qildi. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Isroil iqtisodiyoti inqirozga yuz tutdi. 3 frontdagi Hamas bilan urush, Hizbulloh bilan to'qnashuvlar, Eron bilan qarama-qarshiliklar, harbiy harakatlar Isroil iqtisodiyotiga rekord darajada zarba bergan. Mamlakat Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, G'azo bilan bog'liq mojaro boshlanganidan beri to'g'ridan-to'g'ri yo'qotishlar $57 milliard yetgan. Vaziyat Eron va Livan bilan keskinlikning kuchayishi fonida yanada murakkablashayotgani aytilgan. Harbiy xarajatlar keskin oshib, davlat qarzi yalpi ichki mahsulotning qariyb 70% ga yaqinlashgan. Shu bilan birga mamlakat eksport hajmlari pasayishda davom etayotgani ma'lum qilingan. Eron dushman davlatlar rasmiylarining qarorgohlarini qonuniy nishon deb e'lon qildi. Eron bilan urush holatida bo'lgan davlatlarning harbiy qo'mondonlari va hukumat vakillari istiqomat qiladigan joylar Eron qurolli kuchlari uchun qonuniy hujum nishonlari hisoblanadi, dedi Islom Respublikasi qurolli kuchlari shtabi. Netanyahu Isroil armiyasi jiddiy yo'qotishlarga uchrayotgan bir vaqtda Livan janubida hujumni kuchaytirishni buyurdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Livan janubida hujumni kuchaytirish haqida buyruq berdi. Ayni paytda xorijiy matbuot Isroil armiyasi ushbu operatsiya davomida jiddiy yo'qotishlarga uchrayotganini yozmoqda. Isroil tomonining bildirishicha, operatsiyaning asosiy maqsadi bosqin xavfini oldini olish va tankga qarshi raketa zarbalarini mamlakat chegarasidan uzoqlashtirish. Biroq Military Watch magazin nashriga ko'ra, Isroil qo'shinlari Livandagi quruqlik operatsiyalari davomida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xususan, ularning Merkava tanklari yo'qotishlari so'nggi 40 yildagi eng yuqori darajaga chiqqan. Zirhli texnika esa muntazam ravishda tankga qarshi raketalar va boshqa vositalar qo'llaniladigan tuzoqlarga tushib qolmoqda. Qayd etilishicha, qarshi tomon kichik va harakatchan guruhlar bilan tayyorgarlik ko'rmoqda. Ular oldindan pozitsiyalar tayyorlaydi va kolonnalarga zarba berib tezda chekinadi. Bu esa Isroil qurolli kuchlarining hujum sur'atini sezilarli darajada sekinlashtirmoqda. Qo'shimcha ravishda hududning murakkab geografik joylashuvi hamda zich qurilish sabab tanklar samaradorligi cheklanmoqda. Natijada Isroil qo'shinlari ehtiyotkorlik bilan harakat qilishga majbur bo'lmoqda. Tramp Eron neftini nazoratga olish rejasi borligini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron neftini Venesueladagi ssenariy asosida nazoratga olishni istashini bildirdi. Rostini aytsam, men Eron neftini nazoratga olishni istardim, lekin ayrimlar bu nima uchun kerak deyishmoqda. Ular noto'g'ri fikrda, dedi Tramp Financial Times nashriga bergan intervyusida. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Tramp bu rejani AQSh Venesuelada amalga oshirgan harakatlar bilan taqqoslagan. U yerda Washington muayyan hudud neft sohasini nazorat qilishni ko'zlagan aytilgan. Shuningdek, Tramp AQSh Eronning asosiy neft eksport markazi hisoblangan Xark orolini egallab olish imkoniyatini ham istisno qilmagan. Ma'lumot uchun, AQSh va Isroilning Eronga qarshi harbiy operatsiyasi 1 oydan beri davom etmoqda. Bu vaqt davomida tomonlar o'zaro zarbalar almashmoqda. Mojaroning keskinlashuvi natijasida Ormuz bo'g'ozi orqali dengiz tashuvlari deyarli to'xtab qolgan. Katta yo'qotish: Eron $500 million AQSh samolyotini yo'q qildi. Eron AQShning E3 AWACS samolyotini yo'q qildi. Bu haqda Military Watch magazin xabar berdi. Eron ommaviy axborot vositalari AQShning E3 AWACS havo orqali erta ogohlantirish va boshqarish samolyoti ekanligini da'vo qilayotgan fotosuratlarni e'lon qilgan. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, samolyot Saudiya Arabistonidagi Shahzoda Sulton aviabazasiga qilingan hujumda jiddiy zarar ko'rgan. Suratlarda samolyot tom ma'noda ikkiga bo'lingan ko'rsatilgan. Agar rasman tasdiqlansa, bu tarixdagi E3 samolyotining birinchi jangovar yo'qotishi bo'ladi. Ma'lumot uchun, AWACS havodan ogohlantirish va boshqarish tizimi qisqartmasi bilan mashhur bo'lgan Boeing E3 Sentry asosan ulkan uchuvchi qo'mondonlik punkti va radardir. Tomdagi ulkan aylanuvchi radar tufayli samolyot yerdagi radarlarga ko'rinmaydigan past uchuvchi nishonlarni aniqlay oladi. Uning aniqlash masofasi 400 kilometrdan oshadi. Statsionar radarlardan farqli o'laroq, AWACS dunyoning istalgan
nuqtasiga tezda joylashtirilishi mumkin va ballistik raketa bilan yo'q qilish qiyinroq. Bortdagi ofitserlar qiruvchi samolyotlarning harakatlarini muvofiqlashtiradi, ularni nishonga yo'naltiradi, parvoz paytida yonilg'i quyishni boshqaradi va havo maydoni xavfsizligini kuzatadi. To'liq jihozlangan eng so'nggi avlod samolyotining narxi $400-500 million yoki undan ko'proqqa baholanmoqda. Eronning Saudiya Arabistonidagi aviabazaga hujumi ham Amerika ommaviy axborot vositalari tomonidan tasdiqlangan. Rossiyada yangi safarbarlik to'lqini boshlanishi mumkin. Stab. Finlandiya prezidenti Aleksandr Stab Rossiyadagi harbiy holat va armiyaning yo'qotishlari borasida jiddiy bayonot berdi. Uning fikricha, hozirgi vaziyat Rossiyani yaqin vaqt ichida umumiy safarbarlik e'lon qilishga majbur qilishi mumkin. Millionlab isroilliklar Eron zarbalari sabab har kuni boshpanalarga yashirinmoqda. The New York Times. The New York Times nashr ma'lumotlariga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab doimiy tarzda sirenalar va portlashlar yangramoqda. Bu esa aholida qo'rquv uyg'otib, kundalik hayotni izdan chiqarmoqda. Hatto urib tushirilgan raketalar ham ma'lum darajada zarar yetkazmoqda. Odamlar qulab tushayotgan parchalar sabab halok bo'lmoqda yoki jarohatlanmoqda, deyiladi xabarda. AQSh muzokaralar haqida ochiqchasiga xabar yo'llayapti, biroq aslida yashirincha quruqlikdagi operatsiyani rejalashtirgan. Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir G'olibovning ta'kidlashicha, Islom Respublikasi qurolli kuchlari Qo'shma Shtatlar qo'shinlarini desant tushirishini kutyapti va o'z mintaqaviy sheriklarini jazolamoqchi, deb yozadi davlat ommaviy axborot vositalari. Pentagon Eronga qarshi bir necha hafta yoki oyga cho'ziladigan quruqlikdagi operatsiyaga tayyorlanmoqda. The Washington Post. AQShning desant kemasi Fors ko'rfaziga yetib keldi. Pentagon Eronda quruqlik operatsiyasiga tayyorlanmoqda. AQShning USS Tripoli desant kemasi Fors ko'rfaziga yetib keldi. Uning bortida taxminan 3,5 ming nafar dengizchi va dengiz piyodalari, shuningdek harbiy samolyotlar va qurol-yarog' joylashgan. Bu haqda AQSh Markaziy qo'mondonligi 28-mart kuni ma'lum qildi. Missiya tafsilotlari oshkor etilmagan. CENTCOM bayonotiga ko'ra, Amerika sinfidagi ushbu desant kemasi Tripoli desant guruhi hamda 31-ekspeditsion dengiz piyodalari korpusi flagmani hisoblanadi. Uning tarkibiga taxminan 3,5 ming nafar harbiy, shu jumladan transport va zarba beruvchi qiruvchi samolyotlar, desant va taktik vositalar kiradi. Shuningdek, Yaqin Sharqqa yo'l olgan yana 3 ta kema, jumladan USS Boxer desant kemasi va qo'shimcha elita bo'linmalari ham kelmoqda. 24-mart kuni ommaviy axborot vositalari AQSh mintaqada yana 2 ming nafar desantchi joylashtirishini, shu orqali umumiy harbiylar soni 7 ming nafarga yetishini xabar qilgan edi. Taxminlarga ko'ra, amerikalik harbiylar Fors ko'rfazining shimolida joylashgan Eron neft eksportining asosiy markazlaridan biri bo'lgan Xark orolini nazoratga olish operatsiyasida ishtirok etishi mumkin. The Washington Post ma'lumotiga ko'ra, Pentagon Eron hududida bir necha hafta davom etadigan quruqlik operatsiyasiga tayyorgarlik ko'rmoqda.